aziz YouTube kuzatuvchilari va obunachilar, 16-mart Chirchiq shahar kimyogar 16-oqildamiz. Bu joyga biz 6 ga 5 razmerdagi ko'chma do'konni o'rnatdik. Materiallari, plitalar, antrazet, mokriy mebel kombinatsiya bo'lgan. Aksalarimiz antrazet, qalin profillardan. Shishalarimiz 4lik yodviy shisha. Zamoklarimiz temir zamok, juda mustahkam. Devorlarimiz laminatlangan MDF 06 stenkali. Patologimiz plastik. Qo'llarga keladigan bo'lsa 2 sm usti tagi laminatlangan MDF juda mustahkamida. Havo aylanishi uchun ikkita portka bo'ladi akamizga. Aytgancha buni balandligi 250. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga